Sehr olamida yana bir xatarli tur sehr bu uyquda yedirilgan sehrdir. Bunda sehrgar o'zi bilan ishlaydigan jin muakkallar orqali masxurga sehr yegizadi. Sehrgar biror ozgina achigan ovqatga najosatlar qo'shib unga afsunlar o'qiydi. So'ng bu ishga muvakkal qilingan jinni ishga soluvchi tilsimotni o'qiydi. Shunda jin bir oz o'sha tayyor bo'lgan taomdan olib uyquga ketgan masxurning og'ziga soladi. U juda oz, xuddi asal ari og'zidagi nektar kabi bir zarra bo'ladi. Jin uxlab yotgan masxur oldiga kelib unga ta'sir o'tkazadi. Shu payt uni bosiriq bosib bezovta bo'ladi. Tushida birov majburlab bir yoqimsiz taomni yedirayotganini ko'radi. Yoki aldab xushbo'y bir narsani yedirayotganini, og'ziga kirgach yoqimsiz achchiq bir narsa bo'lib qolganini ko'radi. Cho'chib ko'ngli aynib uyg'onib ketadi. Shu bilan sehrlanib qoladi. Alomatlari: tushida majburlab taom yegizilishi, uyg'onganda esa uning yoqimsiz ta'mini og'zida his qilishi, uyqudan uyg'onganda ichida og'riq his qilishi, uyg'onganda tishlari orasida yoki halqumida biror taom qoldiqlarini ko'rish. Bu muakkal jin yopishib olgani alomatidir. Ruqiya vaqtida oshqozoni va kindik atrofida og'riq paydo bo'lishi yoki qorni shisha boshlashi. Aynan ruqiya vaqtida qorni dam bo'lib, uni chiqarishdan tiyila olmaslik. Bu tur bilan ko'pincha sehrni yangilab qo'yish uchun foydalanadilar. Uyquda yedirilgan sehr turini nafaqat kechasi, kunduz kuni ozgina mudroq vaqtida ham qo'llaydilar. Muakkal jin ta'sirida uyqu bosib uxlaydi.